Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, salomatmisiz? Bugun sizlarga mana bu qo'ylar haqida ikki og'iz aytib o'tmoqchiman. Aslida yaxshi mol o'zi reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Ularning yaxshi yoki yomon ekanligini esa sizlar ko'proq bilasizlar, ya'ni sizlar baho berasizlar bularga. Men bularni sizga ko'rsatishimdan maqsadim ba'zi obunachilarimiz va bizga obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan odamlar urug'likka qo'y bormi degan savol berishadi. Men ularga bor deyman. Lekin quruq bor deyishni o'ziga kifoyalanmasdan bugun sizlarga mana bu qo'ylarni demak tavsiya qilmoqchiman. Mana ko'ringlar, o'zinglar shunga o'zinglar baho berasizlar. Agar lozim topsanglar, ichida birortasi ko'zinglarga tushsa, bemalol kelishinglar va baraka qilishinglar mumkin bo'ladi. Inshaalloh narxlarini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.